çukur xiyallar meni yana o'ziga asir qilmoqda. Aziz vatandan ayrılganımga to'p-to'g'ri 7 yil bo'pti. 7-heyit ishga oldida. Hojilar labbeyk ya Allah deb Allohga nido qilayotgan shu muborak kunda bizdek musofirlarning tilaydig'ini aziz va hur bir hayot edi. Kimimiz bu davoyimizni unutgan holda bexud yurmoqdamiz. Kun o'tgan sari umidimizni yutirib, g'oyalarimizni dunyoviy narsalarga qaratishga boshladik. Xitoyning buzuq qonlari bizning pushtimizga aralashib kelayotgan va hamshirlarimiz dod deb o'limni tilayotgan shu paytda jon jahlimiz bilan ularni qutqizishning o'rniga sanoqli kunlardagi duo, namoyish va faoliyatga cheklanib qelyapmiz. Zodi nima uchun? Biz ashu onalarning, ashu vatanning farzandi emasmidik. Bizni ular uchun o'tkinchi dunyodan va nafsimizdan ketishdan to'sib kelayotgani zodi nima? Yoki bizdagi insoniy tuyg'u o'ldimi? Dadisi yo'q, onasi yo'q, qor yomg'ir yig'lab mudhish kechini Darultamda o'tkazayotgani bizning Uyg'ur farzandlarimiz emasmidi? Ularning mu heytlik kiyimlarini kiyib, dadalari bergan heytlik pulni boshqa bolalarga ko'rsatib o'ynashga haqqi yo'qmidi? Siz herkes o'ylab qolmang. Bu bir heyt kuni emas, motam kunidir. Vesselam. Hürmet bilen mi Faruk Ötkür.